sifati, har taraflama yurish stoykalarigacha. Zo'r. Ha, xudo xolasa buni hamma yo'g'iga garantiya beriladi. Bas tumshug'ini keltirib olsa bo'ladi. Olamlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchi, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Boringlarga shukr. Bugun albatta yana o'zimiz Namangan shahar Jidakapa ko'chasiga kelganmiz. Bu yerda endi albatta o'zingizlar bilasizlar, joydan o'zi xitlab turgan bo'lsanglar kerak. Tohirjon uylariga kelganmiz, bilasizlar. Assalomu alaykum. Biz uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, bizni muxlislar va bizni chet davlatdan kuzatayotgan aka-ukalar. Akamiz keluvdilar. Bugun bitta ikkitalik nima deydi? Zotdagi xo'rozlar. Ko'pchilik yaxshidan imkoniyat darajasida mazza qilishsin. Ha, yaxshilarni ko'rsatamiz. Aslomdan bu video akamlar ham ko'palik narsa qiladilar. Bular misol kasblar o'zi boshqa. Novoylar. Biz asha chet davlatida yurgan aka-ukalar zerikmasligi uchun katta odamlar o'shalarga tomosha video. Tomoshaga albatta. Sotiladiganlar ham bormi ichida? Sotiladiganlarni ham qo'yamiz. Aslomdan oldi sotda aka bilasizlar, Telegram kanalimda bo'ladi. O'sha Telegram kanal silkasini komment mana shu videoning tagida kommentariy degan joyi bor. Shu yerga kirsanglar, O'zbekariya deb turib silka qo'yib qo'yib, boshqana Telegram kanalga o'tib ketasizlar. Hamma yangi sotuvdagilarni shu qo'yaman aslomdan, shu joyda katta kichigiga. Hozir video davomida imkoniyat darajasida borlarni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, shundan uzoqlashish yo'q. Oxirigacha ko'rib va fikr kommentariyada qoldiringlar va like bosishni unutmanglar. Bu endi qaysi zotga mansub va qanaqa zot bu, Tohirjon? Bu aka Vyetnamga karis chiqqan. Vyetnamga karis. Ha, aslında karis. Karis. O'zimiz o'sha eski zotlardan. Kilosi 4 kilo 905 kilo. Mashturish, ha? Ha, mashturish. Pashti tayyor. Shu tumshug'ida ozgina bor, bitta oyog'ida jicha qadog'i bor. Buni, ha? Ha, men nima hamma u bilintirib yo narsa qilmaydi. Ikkita yutug'i bor. Buni tayyor. Yaxshi pullardan yutug'i bor. Shunga hali tayyor. Shuni tumshug'ini keltirib bitta bekorchi qilib baravarga o'ynalaveradi. 5 kilo tarozida. O, bu sotiladimi bu? Ha, sotiladi. Puli qiziqtirsa aloqaga chiqishaveradi. Nomerni qo'yib qo'yasiz aka. Bemalol aloqa chiqsa, kelishib sotilaradi. Ha, bundan chiqayotgan cho'jalari ham bormi? Ha, cho'jalari bor. Aytganda Telegram kanalga qo'yaman. Ha, ular cho'jalarini. Hozir uyda endi. Bu bekor chiqqan videosi yo'q, ha? Yo'q, endi bilasiz aka, hali video ko'rmaydi ko'p joyda. Buni yo'lga kaltaga bu muammosiz. Xudo xolasa. Ha, javob beriladi. Ha, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek xulosa haqiqatda chiroyli va o'zingizlar endi qolgan narsasiga, qoniga, boshqasiga o'zingizlar baho berasizlar. Inshaalloh o'ta go'zal holatda turibdi. Formalari ham forma o'ta go'zal. 5 kilo. Yiroqqa haydaydi mana. Hali endi nima bo'lgan joyi ekanda bu, ha? Rasoskalik nima dedi, yoshiga to'ldi. Unaqa surgan yo'q, haligi emas. Hamma yo'q, xudo xolsa formada. Aybi o'sha jicha tumshug'i sursa, 10-15 kilo bor, bitta bekorchini qilib, aytgan xohlagan yerdan bemalol o'rnalayveradi. Malades. Undan keyin bu birinchisi, ha? Ha, bu birinchisi. Mana shu birinchi nomerdagi xo'roz deysa, o'zi bilib Telegramda yoqqan screenshot qilib haydasa, narxini olib gaplashaveradi. Gap yo'q. Bunachilar, mana katani qaranglar, qanaqa go'zal qilib qo'ygan, malades. Ha, nima dedinglar? Mana shunaqa kata qilyapman mana bunachilar. To'g'rijon? Bu haligi 3,5 yil oqdimmi radnoy bolasi, mana libokchi o'xshatib olsa ham bo'ladi. Oxirida chiqqan, hali cho'qishtirmaganman. Haqiqiy toza chiqqan. Onasi ham, otasi ham 100 talik karis. Buni, ha, 100 talik karis, hech qanday hali narsasiz, 4 kilo 200 tarozda. Malades. Bu ham sotiladimi, To'g'rijon? Sotuvdi. O'ta go'zal ekan-a. Bu joyda defekt yo'q, narsasi yo'q. Sog'lomda. Sog'lom, hech qayerda defekt yo'q. Qonga hammasiga garantiya. Har qolib, yo'lga ko'rmasam aytaveram bo'ladi. Menga aka-ukalar hammasi yo'lga kaltayli chiqadi, yo'lga kaltayli xudosi muammosi. Xom cho'ja. Bekorchisi bormi buni? Yo'q, bekor urishtirmaganman. Bir marta 5 minut yo'l kaltayini ko'rib, yoshligi uchun qoldirib qo'yganman. Hurmatli kuzatuvchilar, turishni qarang, turishi. Malades, ha, o'ta go'zal. 100 talik bo'lib chiqqan xudo xolasa. Xon, ha? Ha. Malades. Bu hali maqtash yo'q bir narsada yo'q lekin ona taraf ham, ota tarafi ham muammosiz o'sha haqiqiy 100 talik. Bu ikkinchi xuruzimiz, hurmatli obunachilar. Haqiqatda hamma tomonlama garantiya beraman deyaptilar, ishlayotgan bo'lsanglar.
hamma tomonlama garantiyasi bor, qoniga, sog'lomligiga. Har tarafdan. Kilosini qancha dedingiz? 4 kilo 200 hozir tarozi. 4 kilo 200. Ha, lekin tayyor emas. Bu degani misol yo'l kaltagini o'ziga o'xshagan baravar ashunaqa cho'jaga bemalol yo'l kaltagini 15-10 minut ko'rib olinaveradi. Ko'rib olib ketishadi oladiganlar. Xudo xohlasa uzoqda oladiganlarga garantiyasini ham berilaveradi yo'l kaltagi. Malades. O'ta go'zal ekan obunachilar. Nima deysizlar? Fikr kommentariyada qoldiringlarchi. Bunisi qanaqa Tohirjon bu? Bu yaponlarda. Yapondanmi bu? Bu chisti yapon. Aha. Tuxumini bitta yaqayga xon olib kelib, ochirilgan buni. Aha. Yo'li kaltagi muammosiz 4 kilo 200 bitta yutug'i bor. Chechagiladi bu. Mana chechaklardan chiqib sog'lom bo'ldi, boquvlari zo'r. Xudo xohlasa yana vesini olayapti. Hozir tarozda 4 kilo 200 mosh deb pixi bor. Mosh deb, yo'q hali cho'ja ekanda demak, ha? Mayli cho'jasi bu. May cho'jasi. Ha, bitta yutug'i bor edi, chechaklar qolib, chechaklarni tuzatib. Haqiqiy inamarka. Inamarka, ammo turish juda go'zal ekan. Bu ham Koreya, bu ham, ha? Yo'q, bu yapon. Bu 3-qurilishimizda obunachilar, ammo yapon zotga mansub ekanlar-da, ha? Xudo xohlasa o'sha yaponlardan. Oh. Malades. Turibmi, qarang. Xudo xohlasa tozaligi, hamma fizionomiyasi nuqsoni yo'q. O'sha chechaklar qolib, chechaklarni tuzatib qo'ydik. Bitta xom qilib, endi bir 5 kun boqib, baravariga yana ko'rib, bemalol yaxshi davrada yaxshi qilib urishaveradi. Gap yo'q. Bu 3-chisi-da. Ha, bu 3-xo'rozimiz. Endi 4-chisini ko'ramiz obunachilar. Hozir aka, zotlarni ko'rib, toza zot bo'lsa, ko'rib maza qilarkansiz, odam, ha? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mahmudjon ashaddiy muxlislarim. Yaxshimisizlar, xonadoninglar tinchmi? Mana biz Tohirjonnikiga kelganmiz yana. Tohirjon ayrim xo'rozlarini sotuvga qo'ymoqchi. Sizlarga biz baham ko'rgani keldik. Kimga agar ma'qul kelsa, telefon raqamiga chiqib bemalol savdo qiladilar. Asl zotlar. Xo'rozlar xabar. Hurmatli kuzatuvchilar, reklama qilmoqchi bo'lsanglar, tortinma telefon qilishinglar mumkin. Nima Bahodir aka? Albatta, xach. Borib, ham tomosha qilamiz, ham reklama ham qilib beramiz, ha? Mana chunki biz qiziqamiz obunachilar. Mana hozir 4-chisi kelyapti. 4-qurilishimiz, ha? Tohirjon. Ko'pchilik ko'rgan, ko'p videolarda ko'rgansiz. O'zim bola olganman, haligi yaxshi pulga olib keltirib. Siz o'zingizdan ko'p ko'rasiz. O'sha bu ham yapon. Endi hali yapon, ana ham yapon, bu ham. Endi yapon ham sorti bor. Bu shu ustalik bu ham. Yaxshi joydan kelgan. O'zim yaxshi pulga olganman. Bu endi aka-ukalar pulini ko'targanga bu qimmat xo'roz. Bu $500 olganman buni. Olganingizda $500 olgansiz. Ha, bolasini oldik, netdik, bitta bekor chiqildi, bir kuni bekorchilar yaxshi puldan qildi. Bunaqa hali bekorga emas. Shuni ko'tariladi, mana hozir 3 ming turibdi, 15 kunga keladi. Tushundim. Ha, 1 gram kalla tashamaydi. Yo'l kaltak hech qanday muammosiz. Sifati har taraflama yurish stoykalarigacha. Zo'r. Ha, xudo xolasa buni hamma yo'g'iga garantiya beriladi. Tumshug'ini keltirib olsa bo'ladi. Tumshug'ini keltirib olinsa qolganiga tumshug'i ezilmagan, netmagan, hamma yo'g'i prosta kelsa bo'ldi. Tumshug' ko'tariladi. Malades. O'zini ko'rsatib, xudo xolasa Turush. Stoykasi tarozda 4 kilo 550. Tarozida. Ha. Malades. Haqiqiy shokolad ham toza. Zot qilib 2 kilo olib yuraman degan odamga ham ha, nima bu muammosiz. Maza qilib o'qishadi. Lekin aytganda puli qimmat. Demak, o'zim olgan pulim shuncha. Endi prosta bolani oldik, bilasiz, zotni yangilaymiz. Malades. Bu 4-qurilishimizda obunachilar. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi deb telefon qilib bemalol so'rashinglar mumkin. Boya aytganlaridek Telegram silkalarini kommentariyaga qo'yib qo'yamiz. O'tib o'sha yerdan ham so'rab xotirjam gaplashsanglar bo'ladi obunachilar. Hurmatli obunachilar, sotiladigan Alaboy deyilmidi Alisher? Sotiladigan Alaboy itimiz mana. Maza qilib, mo'la oshib, jit qilib yotibdilar. Nimadan umidvorlar bular oshlar? Cho'jalarni olib borib bermoqchiman. Ha? Mana yo'lchib telefon qildi. Aka, Mana o'qib olganmiz. Menga avvaliga nima vaqt ajratisharmikin degan maqsadda yozibdilar moshda bu kishi. Qo'y go'shtida chiroyli qotirma bo'lsa 200 gram tabaka bilan Yeb olsalar. Turibmi, qarab qo'yibdilar. Nimada demoqchilar oshna? Turish, qarang, turish.
5-chi xo'rozimiz obunachilar. Ko'pchilik biladi. Hali sizlarimiz o'zingiz ham ko'ryapsiz, buni Qozog'istondan chaqirtirganman. Aha. Yaxshi pul yutgan. Aha. Bu yami? Ha, bolasini oldi. Ko'pchilik nima sotyapsiz, bolasini olgan bo'lsangiz deydi, haligi nima deydi, o'zi yaqinlashib ketadi. Ha. Har yili yangi xon qilaman, ko'rasiz. Shu bilet bilan pulga olganman. Bolasini oldik, bolalari chiqdi, xudo xolasa. Bu yaxshi pul. O'sha Qozog'iston dairasidan o'tgan yili 5 ta 6 ta zo'r pullardan yutgan xo'roz bu. Bu ha? Ha, kimga bizga endi haligi nima deydi, ertaga o'zini qizib, haligi bir-biriga bo'lib qolib, balki qarindoshlar ko'payib ketmasin uchun har yili zot olamiz, bo'shagandan keyin sotamiz. Bu birinchi puli. Bunisi? Ha, birinchi yilga birinchi puli. Soppa sog'lom, hech qayerdan. 3 ta bekorchisi bor dedingiz buni? Yo'q, bu ag'da urushgan. Chimkentda davrasida. Ha, Chimkentda davrasida urushgan xo'roz. Ha. Hozirgi kilosi 5 kilo 300 ash holatiga. Mashq holatiga. Ha, bolalarni oldik, bo'shadik. Yaxshi pul bo'lsa buni ham sotamiz. Buni ham sotiladi, ha, bu ham. Bo'shadi. Hali biz ochiq o'yda aytamiz. Bolasini oldik, zo'rligidan yaxshi bolalarni oldik. Bolalari chiqdi, 30 ta 40 ta o'chirdik. Endi sotamiz, bo'shadi. Sotamiz. Bizga oddiy hali to'g'ri tushuntiramiz imkoniyat. Молодец. Yashirish degan narsa yo'q deng. Ha, yaxshi pul bo'lsa, 1-2 yil qon qilib olib yuraman degan odam bo'lsa, bemalol olib qo'yish kerak. Hurmatli obunachilar, bu 5-chi xo'rozimiz edi. Bu bolaga. Bolaga bu, ha? Молодец. Obunachilar, bu 6-chisi. 6-chisi 3 kun bo'ldi yutganiga, mana yarachakalari. Vetlar yara chaqa bo'lyapti. Ha, 3 kun bo'ldi. Buni dazi bekor syomkasi ham bor. Buni-ya? Haqiqiy pixchi, haqiqiy kaltalik video. 15 kun boqasi tayyor. Hech qayerda muammosi yo'q. Chaqalan to'kiladi, o'zi tayyor topdi. Urushga tayyor deng. Ha, endi 15 kun boqib, go'shtni yedirib, ichirib, yugurtirib, choyimsalar netib, bemalol aprelda jo'jasi. Ikkala puxta ishlatadi, yo'li kaltaga garantiya. Oo, mana. 4 kilo 200 tarozda. 4 kilo 200 tarozda. Ha, o'zim Tayyor. safarda o'yladim. Pulini endi albatta aloqaga chiqsa, Telegram orqali mana xo'roz, mana narsa deyilsa, xudo xolasa, lekincha unaqa arzon emas, nimaki yaxshi bo'ladi, misol aytganda yo'li kaltaga doim garantiya berilgan, beriladi ham. Endi men negativchilar endi e'tibor bermaslar, yozaveradi. Mendan xo'roz olgan odam biladi o'zi. Omad chiroyli ekan-a? 3 kun yo'q, bugun 4-kunda endi chaqalar to'kilib qoldi, unaqa stressni kalta yemagan. Sariq tumshuq, sariq oyoq, o'sha pista tumshuqlar. Qanotlari chiqib tayyor qilib qo'yilgan, muammosi yo'q. Ama u haqiqatda chiroyli ekan. Obunachilar sizlar nima deysizlar? Albatta fikr kommentariyada qoldirib, atgan silkaga bosib kirsanglar, bu yerdan xotirjam Telegram gruppada savdolashsanglar bo'ladi obunachilar. Bu 6-chisi-da. Gap yo'q. Bo'ldi, hali tortaveradi. Hozir ko'radigan xo'rozimiz qanaqa endi? Xudo xolasa Tohirjon, qanaqa zotga? Ha, ko'pchilik ko'rdi, undan ham zot oldim. Yaxshilarning narsalaridan. Uni makonlari bor edi. Bitta Angrel aka o'zi meni olib yurardi. Hali Miramir xo'rozlarda olgan aka meni ko'rib turgan bo'lsalar ko'pchilik. O'shalarga hozir ikkita makonni yaxshidan qilib berdilar, bittani bardoylarda oldilar. Unga baraka qilib qo'yganman makonlarni, xo'roz bo'shadi. Bu o'tgan yil shu 3900 ga sotilganda radno ukasi ikkita yutib, tumshuq sal zaxa bo'lganda bolaga qo'yib yubordim. Ha, qora o'sha Vyetnamga karislar hozir ko'rsatamiz. Hatto obunachilar bu yerda mana yaylopida qadrdon xo'rozlarni qo'yib yuborsa mashinaga. Ha, jo'jalar asnonon jo'jalar katta bo'ladi. Ko'p xo'rozlarga nima deydi? Narsa bo'lmaydi-yu. Bir-birini setkalashib, netmaslik uchun ko'pchilik hali bu aka oladimi, sotadi? Yo'q, bizniki mana. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. 350 mana jo'jalar bor. Telegram kanaliga o'tishsa, to'liq videosi bor. Bitta jo'jalar qo'yilganlar, qanaqa jo'jalar, qaysidan nima, hammasini ko'rsatib beriladi bitta. To'g'ri xo'rozlarni ham ko'rsatamiz. Ana yerda turibdi to'g'ri. Yeb ketgan. Bahodir aka. Bu 7-chi bu ha? Ha, zotga sog'lom, sal tumshuq uchi hali bilinmas narsa bo'lgan. Bu yaxshi pullarga ham berilmagan o'tgan yillarda. O'tgan yil. Ha, tuxumlarini ham shu 200 mingdan sotildi. Buni yonida 4 ta 5 ta makoni bor edi. Makoni narsa qilindi, sotildi aytganimda. Bu zotga 4 kilo 800. Bu ya? Haqiqiy 2 yil zot qilib olib yuraman deb odamga o'sha haqiqiy o'sha kariska Vyetnamlardan. Malades. Buni kilosi nechi? Bu 4 kilo 800 tarozi. Malades. O'ta go'zal ekan-a? Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bu 7-chi xorozimiz edi. Haqiqatda o'ta boshqacha ekan turishidan.
O'tlab yuribdilar mana. Jonivor. Bepoyon dala. Bu oxirgi xurojimiz-a bu? Ha. Endi hali jo'ja, mayda jo'ja, qancha nima, makon so'rab kelib alohida nomer orqali Telegramga chiqishaveradi. Ili yo'qsam Telegram kanalga ulanib olsa, hamma yangiliklar ko'p tashamayman, ko'pchilik biladi. Nimaki realni, misol ketkiga odamlar bor narsani tashiyman deb. Bor narsa o'zimizning mehnat, ashunaqalarda chiqariladi. Gap yo'q. Xudo xolasa o'tishaveradi. Mana shu yangiliklar. Yashang. Hurmatli obunachilar, albatta bu 7-xorozimizni ko'rdinglar. Hamma xoroz bir-biridan go'zal. Inshaalloh bahoni albatta kommentariyada qoldirasizlar va kerak bo'ladigan bo'lsa shu zotlardan bemalol shu Tohirjonga chiqib narxini, nech pulligini va qanaqa xorozlar kelyapti, ketyaptini Telegram gruppada ko'rasizlar va biz bilan sizlarga shu yerga kelib shuncha xizmat qilganimizga ham bizdan like bosib obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu yerga ham ozgina yo'l bosmadik. Xullas, hurmatli obunachilar, boya aytganimizdek, Tohir Voyi Xudo xolasa Telegram silkalarini kommentariyaga qoldiramiz. Kirib obuna bo'linglar. Inshaalloh Xudo xolasa u yerda yana barcha narsalarni ko'rsatiladi. Chunki YouTube'ga ayrim narsalarni qo'yilmaydi, sababi YouTube xurozim elga jonzot narsani qiynayapsan degan narsada shikoyat tushirishi mumkin. Shuning uchun ko'p panjara ortidagi narsalarni ola olmadik. Albatta buni Telegramda kuzatasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga o'shir qo'llab-quvvatlab turgan shuncha insonlarga hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar.